Duduqlanish. Duduqlanish rus tilida logonevroz deymiz, ko'p uchraydi. Hozir kunda ko'p bolalar u bilan xastalangan, ota-onalar murojaat qilishadi. Nima uchun bolam 4-5 yoshgacha, 8 yoshgacha yaxshi gapirib kelgan, shu mana itdan qo'rqitgan, qorong'idan qo'rqitgan va boshqa savollar kelishadi-da, va albatta bu bolada duduqlanish aniqlanyapti. Duduqlanishni davolash juda ham qiyin. Duduqlanishni yaxshi davolamasa butun umrga qolib ketadi. Biz mana 40-50 yashar, 35 yashar insonlarni bilamizki, duduqlanib gapirib yurishadi. Bu albatta duduqlanish insonning hayotiga ta'sir qiladi. Hayotini tarzini, albatta bu yaxshi hayotni tarziga ta'sir qiladi, kачество жизни. Chunki inson uyaladi, bola uyaladi, o'zini gapidan uyaladi, gapirmay qo'yadi, kam gap bo'lib qoladi va albatta nevroz bo'ladi bu insonda. Duduqlanishni davolashda hozir kunda yangi usullar bor. Mikrotokli refleksoterapiya bu usullarning qatoriga kiradi. Duduqlanish asosida mana ushbu nutq sohasi deymiz, 44-maydon poli braka deymiz. Shu nutq sohasini nosozligi, shu sohada o'zgarishlar bo'ladi. Bu sohani muammolari bo'ladi, neyronlarning aloqalari yaxshi emas va ularni tiklash kerak zarur bo'ladi va ushbu usul bilan biz yaxshi natijalarga ega bo'lyapmiz. Va albatta bolalarda duduqlanish bo'lsa, nevrolog maslahatiga murojaat qilinglar, Qora Versiya Center Toshkent klinikasiga kelinglar.